Birinchi to'lovlar, ish haqi, nafaqa va stipendiyalarning vaqtida berilishi albatta byudjetning to'liq shakllanishiga bog'liq. Byudjetga tushumlarning vaqtida tushishi soliq xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ana shuni his etgan holda o'zining halol mehnati, erishayotgan natijalari va jamoadagi faolligi tufayli barchaga namuna bo'layotgan soliq xodimlarining ota-onalari viloyat boshqarmasiga taklif etildi. Ularga soliq tizimida mahallabay va korxonabay ishlash mexanizmi yo'lga qo'yilganligi haqida ma'lumotlar berildi. Xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Har bir xodimning mas'uliyatli vazifasini fidoyilik bilan bajarishda korrupsiyaga murosasiz munosabatda bo'lishiga, salbiy illatlarga nisbatan immunitetni hosil qilishga e'tibor qaratilayotganligi ota-onalarni mamnun etdi. Boshqarma rahbariyati ishtirokida o'tgan ochiq muloqotda kasbiga va kasbdoshlariga nisbatan hurmatda bo'layotgan xizmat vazifasini sidqidildan bajarayotgan xodimlarning ota-onalariga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Farg'ona soliq boshqarmasida bunday tadbirlar o'tkazilayotganidan turganidan xursandman. Sababi ota-ona o'zini farzandini shunday bir yutuqlarga erisha turganini ko'rish bu juda katta baxt bo'lar ekan. Men o'zim ham soliq xodimi bo'lib ishlaganman. Hozirgi kunda biz ishlagan paytdagi qilgan ishlari davomchisi bo'lib turib, farzandlarim shu sohani tanlab, shu sohada ishlay turgani uchun va o'zini mehnatlari bilan shu e'tiborga loyiq bo'lgani uchun farzandim mana tashakkurnomalar olib berib, halol mehnati bilan elimizga, yurtimizga xizmat qilay turganini ko'rganim uchun juda xursandman. Men baxtli onalardan biriman. Katta o'g'lim pedagog, qizim hamshira, ikkinchi o'g'lim soliqchi. Mana shu o'g'limning orqasidan kelib boshqarmada shu tashakkurnomani berganlari uchun men minnatdorman. Hamma onalar men kabi farzandlarini tarbiyalab, shu rahmatnomani olishlarini tilab qolaman. Hammalaringga katta rahmat. Muloqot qatnashchilari mamlakatimiz soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xodimlar uchun qulay va munosib mehnat sharoitlarini yaratish, tizimni raqamlashtirilishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etilishi borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldilar.